aka mana 500 ming emas, mana ushlang buni. $100 mi? $100. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshimisiz aka? Xudoga shukr, yuribmiz so'yingizga. Aka buncha kech qolib kelasiz soatda. Yo'llar probka. Aka tezlashing, kech qolyapmiz. Hayır, tezlashamiz, o'zi nima qilaylik, ular. Ketdik. Qayerga ketish kerak? Ishga boryapsizmi? Ishga boryapman. Aka buncha bu mashinangiz bunday bo'ladi. Порядка qilib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Ha. Aka o'zi nuqul shundayda, Yandexsga zakaz qilaman, nuqul kechikib keladi, mashina bunday bo'ladi. Порядка bo'lish kerak-da aka. Endi ish nima bo'lib turadi-da, brat. Ishni ichiga endi har kuni moyka qila olmaymiz. Bo'lmasa nima taksi qilasiz bo'lmasa? Taksi qilgandan keyin o'ziga yarasha qilish kerak-da. Bunday qilmaslik kerak. Chilik qilyapmiz-da. Aka. O'zingiz nima ish qilasiz siz? Aka men prorabman men. Shunga kech qolyapman hozir. Don qurasizmi? Ha. Majlis bo'layotgandi. Shunga kech qolyapman. Tezlashing, qarang. Oldinda hech kim yo'q-ku. Hay, radari bor, brat, bunaqa uchib ketolmayman men. Radarning shtrafini bilasizmi qancha? Qancha? To'la olasizmi? Ha, qo'limdan keladi. Voyma, aka, u tushib qolsa to'laysizmi keyin? To'layman, haydang aka. Kech qolyapman. Aniq to'laysizmi? To'layman. Siz har doim shundaymi? Hammaga kech qolib kelasiz shunday? Yo'q, endi izlashing bo'lmasa aka. Sizga shunaqa bo'lib qoldi-da. 500 mingni qo'ying, bosaman 150. Aka mana 500 ming emas, mana ushlang buni. $100 mi? $100. Aka men olib qo'ying joyiga. Ha, bu boshqa gap. Vaqtida olib borib qo'ying mana. Va 10 minut vaqtimiz bor. Qaytarib bo'lmaysizmi keyin? Aka, puldan problema yo'q. Mana shunaqa, yigit mana shunaqa gapiradi-da, brat. Aka, bundan keyin mashinangizni порядка qilib yuring, aka. Bu nima yurish, aka? Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Tezlashing. Mana pulni oldingiz aka. Bo'ldi, mana yetib keldik, brat.